Oyparijonlar, agar kir mashinada kir yuvsanglar, mana bunaqa qora rangli kiyimlarga shunaqa mayda ipchalar yopishib qoladi, to'g'rimi? Ko'proq sochiqlar bilan aralashtirib yuvsanglar shunaqa bo'ladi. Va mana shu mayda yopishib qolgan kiyimdagi ipchalarni qanaqa qilib tozalashni uy sharoitida ikki xil usulini hozir sizlarga ko'rsataman. Bilaman, buni o'zini maxsus tozalaydigan skochi bor. Mabodo deyman-de, mabodo. Qizlar, birinchi usuli mana bunaqa skoch bor-ku. O'sha skotchni yopishtirasizlar. Skoch orqali tozalaymiz. Bu birinchi usuli. Bunda qolasizda kiyimga yaxshilab yopishtirib, mana shu uzunligi bo'yicha yopishtirasizlar. Mana. И olasizlar mana. Ko'rdinglar? Sразу tozalandi. Yana qayta ishlatsanglar bo'ladi. Bosibroq yopishtirasizlar. Mana, ko'rdinglar? Mana qizlar, boshqa kiyimda ham ko'rsataman. Bunda yavniroq ko'rinyapti. Qarayib yopishtirasizlar. Va olasizlar. Ko'rdinglar? Sразу toza bo'ladi. Qizlar, hozir ikkinchi usulini ko'rsataman. Mana bunaqa yumshoq shotkalar bor kiyimlar uchun. Shuni qo'llab olasizlar uchini va shunda shotkalaysizlar. Mana bittada ketkazib, ko'rdinglar?